Bugun Farg'ona viloyatida ham sportni ommaviyligini oshirish umumxalq harakatiga aylandi. Ayniqsa chekka hududlarda istiqomat qiluvchi sportsevarlar uchun zarur sharoitlarning yaratib berilayotgani, bir-biridan ko'rkam sport maydonchalarining qurilib foydalanishga topshirilayotgani mahalla yoshlari orasidan yangi nomlarni kashf etish imkonini bermoqda. Qolaversa, prezidentimiz tashabbusi bilan o'tkazilayotgan 5 tashabbus olimpiadasi sport musobaqalari mahalla yoshlarini sportga bo'lgan qiziqishlarini yanada orttirmoqda. Ayni paytda Farg'ona viloyatida 1017 ta mahalla fuqarolari faoliyat ko'rsatmoqda. Har yili sport vazirligi tomonidan mahalla yoshlari uchun sport jihozlarining taqdim etilayotgani ularning bo'sh vaqtlarini samarali o'tkazishga xizmat qilmoqda. Mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yilining dastlabki kunlaridanoq mahalla yoshlari uchun yangi sport jihozlari taqdim etildi. Bu esa yoshlarning quvonchiga quvonch qo'shib, ularni sportga bo'lgan muhabbatlarini yanada oshirdi. Avvalambor prezidentimizga katta rahmat. Mahalla yoshlari uchun sport anjomlari berilyapti. Sport vazirligi tomonidan berilayotgan sport anjomlari mahallamizni uyushmagan yoshlarni bo'sh vaqtlarni mazmunli tashkil etishga xizmat qilyapti. Biz ishonamizki, mahallamiz yoshlari bu sport anjomlari orqali sog'lom turmush tarzi bilan hayot kechirishadi va 5 tashabbus olimpiadasida yuqori marralarda zabt etishadi. Sport jihozlarini topshirish marosimi viloyatning eng chekka hududlarida istiqomat qiluvchi yoshlar bilan birgalikda faoliyat ko'rsatayotgan yoshlar yetakchilarini ham behad mamnun etdi. 8000 dan ziyod 4 turdagi voleybol, basketbol, gandbol va futbol to'plari va boshqa zarur sport anjomlarining taqdim etilgani 5 tashabbus olimpiadasining navbatdagi mavsumiga sportsevar yoshlarni puxta tayyorgarlik ko'rsatishda yaxshi samara beradi. Shu kuni maxsus avtoulovlarga yuklangan sport jihozlari karvoni viloyatning 19 ta shahar tumanidagi 1017 ta mahalla fuqarolari yig'inlariga jo'nab ketdi. Muhimi, bu kabi yaratib berilayotgan sharoitlar chekka hududlarda istiqomat qiluvchi mahalla yoshlari orasida ham sog'lom turmush tarzini ta'minlab, vatanparvar o'g'il-qizlarni kamol toptirishga xizmat qiladi. Behzod Jo'raboyev, Azamat Hamraliyev, Farg'ona 24 dasturi uchun maxsus tayyorlandi.